alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Hop, bugungi ishlarimizdan Nexia 1 mashinasini olib qo'yganmiz. Bu Nexia 1 mashinamizda bo'lib turgan muammo yog' bilan suv aralashib ketib qolgan. Hop, ikkinchi muammolari 4 silindrlar ozgina yog' rasvot qilib qo'ygan ko'rishingiz mumkin. Keyin yoqqa suv ketish sabab galovka proglatganmiz, ozgina kuygan. Ko'rishingiz mumkin. Hop, endi galovka proglatganmiz, kuyishiga sabab nima? Mana suv kanallariga e'tibor bersalaring, mana qorayib qo'ygan. Polni hamma suv kanallarida mana shunaqangi holatlar bor, mana ko'rib turibsizlar. Hop. Galovkani tagini bitta charxlatib turib, xudo xolasa chiroyli holatda yig'ib egalariga topshiramiz. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Motor Works xizmatlarida.